Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Farg'ona viloyati Furqat tumani G'allakor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 526 hamda 530 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekini ekilgan. Maydon hajmi 12 gektarni tashkil etadi. Maydonning bo'yi 590 metrni, eni esa 190 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 150 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'tlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 22 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,5 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Baxtiyor Kelajak Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 420 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish maqsad qilib belgilangan.